Buni maqsad shu Agrobank tomonidan mahallalarda joriy qilingan kreditlar masalasi bo'yicha uchrashuv bo'lib o'tyapti. Hozirgi kunda mahalladan fuqarolarga jismoniy shaxslar va yuridik shaxslarga imtiyozli kreditlar ajratilyapti. Ya'ni bularda nima? Hozirgi kunda ishsiz aholiga o'zini band qilgan, soliqdan o'zini band qilgandan keyin ishsiz fuqarolarga 5 yilga va 4 yil muddatga kredit ajratilyapti. Kredit foizi 25%, ikkalasi ham. Batafsil tushuntirib aytadigan bo'lsam, o'zini band qilgan shaxsga mahalla tomonidan tavsiyanoma beriladi. O'sha mahallada Agrobank tomonidan xodim biriktirilgan, mahalla bilan ishlaydigan mahalla bankiri o'sha bilan sizlarni uchrashtirib, kredit olish bo'yicha batafsil hamma ma'lumotlarni beradi. Kreditning maqsadi shu o'zini band qilganda, misol uchun chorvachilik yo'nalishida band qilsangiz, o'sha chorvachilik yo'nalishida o'sha yo'nalishlari bor, parrandachilik, issiqxona sug'urta asosida berilyapti. 17 million so'mgacha sug'urta asosida kredit ajratilyapti. Ya'ni kafil bo'lmagan taqdirda 12% dan 4 yilga 6 oy imtiyozli dor bilan kredit ajratilyapti. Keyingi kreditimiz 50 million so'mgacha kafil asosida. Agar siz o'zini band qilgan holatda, ya'ni siz ishsiz fuqarosiz, o'zini soliqdan 375 ming so'm to'lov bor, o'zingizda o'sha yo'nalish bo'yicha o'zingiz band qilasiz. Kafilning shaxsiga qarab o'sha kredit limit ajratiladi. Maksimal summasi 50 million so'mgacha. Kafilingizning shaxsi yaxshi bo'lsa, o'sha necha pulga skoringni o'tkazsa, o'shani sizga kredit rasmiylashtirib beramiz. O 50 milliondan necha pul bo'ladi? Necha foiz? 25%. Bu ham 25%. 5 yilga 2 yil imtiyozli davr bilan. 2 yil faqat foiz to'laysiz. O'sha kredit chiqqan summani foizini to'laysiz. Xohlasangiz o'sha muddat ichida ko'proq pul to'lab, ta'nadan ham kamaytirishingiz mumkin. Keyin yuridik shaxslarga kredit ajratilyapti. 312-sonli qaror bilan 6 yilga 20% kredit. 2 yil imtiyozli davr bilan. Qarang, bitta savol bor, imtiyozli deyapti-ku. 4 yilga 50 million kredit oldi. Shuni 5 yilga deylik. Shuni 2 yili 25% dan keyingisi davlatning o'zining hisobidan ketaveradimi? Yo'q. Ya mana tushuntiraman sizga. 2 yil 25%, keyingi 3 yil xohlagan foizni qo'yib bermayman. Yo'q. Va kredit muddati, kredit foizi yillik hisoblanadi. 25% stavkada beriladi. Sizga 2 yil davomida o'sha misol uchun sizga 30 million kredit ajratildi. 2 yil davomida 25% dan kreditning foizi chiqadi faqat. Foizini to'lab boraversangiz, o'sha sizga ajratilgan 30 million so'm turadi. 3-yildan boshlab ta'nadan kamayib boshlaydi. O'sha grafik asosida ta'nadan kamayib ketaveradi. O'sha differensial degan kredit tartibida grafikga qo'yib beriladi. Ta'nadan kamayib ketaveradi. Hozir ko'rinishda beraman ya plastik ochiriladi sizga. O'sha xulosa kelgandan keyin plastik arza beradi, o'sha plastikka tashib beriladi. O'sha keyin o'sha yo'nalishda xohlagan joydan borib o'sha mahsulotni olib, olingandan so'ng o'sha mahalla banki tomonidan monitoring qilinadi. Keyin mikroloyiha degan narsa bor. O'sha mikroloyiha ishlarini amalga oshiriladi mahallalarda. 312 bo'yicha yachta yuridik xususiy korxona farqi yo'q. Faqat shartlari bor. 1 yil hisob raqam qaysi bankdan bo'lishidan qat'iy nazar hisob raqam ochilgan bo'lishi kerak. Misol uchun Kredit Xalq banki qaysi bankda ochilgan bo'lsa, 1 yil muddat bo'lsa, bizlar pul oboroти aylangan bo'lsa, o'shanga 5% 100 million so'mgacha kredit ajratiladi. Kimda 20%. Savol bo'lsa, qiziqtirgan savol o'sha kredit masalasi bo'yicha 20%. O'z-o'zi narxi 12 million so'm. Sizlar narxini kafilga 50 million so'mgacha siz shuni tushuntirib qarang. Navaga? O'zingizni tanishtirmadingiz-da? O'zi men shu Agrobankda bitta o'stiruvda muammo ishlayman. O'sha kreditlar. Xotingiz bormi? Karamat Do'stmurodov dedi. Karamat Do'stmurodov aka bunday gap. 50 million kredit oldi. Siz aytgandek. Bu oyma-oy qanchadan tushadi? Qancha to'laydi? Shuni bir hisoblab bering. Boshida 2 yillik foizini hisoblab bering. Keyin u asos tanlab o'tgandan